Hop, salom. Ushbu darsimizda seriyam darslarini davomi sifatida ko'rishimiz mumkin. Ya'ni kontaktlar bilan ishlashni ko'rib chiqamiz. Buning uchun kontaktlar moduliga kirib olamiz va kontaktlar moduliga kirganimizda bizda barcha biz bilan kontakt qilgan, ya'ni bizni vendorlarimiz, mijozlarimiz va boshqa turli xil ma'lumotlar yig'ilgan kontaktlar bor. Hop, bizda bu qismda любой bir bitta kontaktga kiradigan bo'lsak, bizda misol uchun Almaliq kompaniyasi va unga tegishli ma'lumotlar kiritiladi va yuqori qismda biz CRMda olib borayotgan voronkalarimiz, sotuvlarimiz soni, hisob fakturalar summasi, u kompaniya bilan uchrashuvlar, vazifalar, chiptalar, xaridlar va bir qancha boshqa ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xuddi shunday boshqa kontaktlarda ham xuddi shunday bo'ladi. Ya'ni kontaktni yaratganimizda biz kompaniya yaratadigan bo'lsak, misol uchun test kompaniyasi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qoshidagi O'zbekiston Respublikasi Davlat test markazi. Misol uchun aloqa uchun biz kontakt qo'shishimiz mumkin. Ayni shu anaqaga tegishli bo'lgan, kompaniyaga tegishli bo'lgan kontaktni, misol uchun direktor lavozimi, direktor raqami 99 666 55 44 va saqlash. Xuddi shunday buxgalteriya ma'lumotlari bo'lsa kiritiladi va boshqa soliq identifikatsiya raqami, ya'ni INNS va boshqa bir qancha ma'lumotlar kiritib o'tiladi. Xuddi shunday kontaktlar boshqariladi. Eng qulay tomoni bizda ushbu kompaniyaga tegishli bo'lgan barcha bizni harakatlarimiz, o'rtamizdagi oldi sotdi va boshqa kerakli ma'lumotlarni barchasini bir joydan boshqarish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Kontaktlar darsligi shundan iborat edi. Rahmat.